Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz, bobo va buvilarimiz. Bugungi xabar juda muhim. Pensiya olayotgan har bir inson o'z pulini vaqtida. To'liq va muammosiz bo'lishi uchun ayrim narsalarni hozirdanoq tekshirish kerak. Men bugun sizga pensiya to'lovi, bank kartasi, naqd pul hujjatlar, qayta hisoblash va firibgarlik xavfi bo'yicha eng muhim jihatlarni oddiy tilda tushuntirib beraman. Agar siz pensiya olsangiz, oilangizda pensioner bo'lsa yoki yaqinlaringizga yordam bermoqchi bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichik xato ham pensiya kechikishiga, kam tushishiga yoki ortiqcha ovoragarchilikka sabab bo'lishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bu ma'lumot ko'pchilikka kerak bo'ladi. Avval pensiya masalasida ko'p ishlar qog'oz orqali idoraga borib, navbat kutib, ma'lumotnoma yig'ib hal qilinar edi. Pensionerlar har bir savol uchun alohida tashkilotga borishga majbur bo'lardi. Bir joyda ish staji, boshqa joyda oylik ma'lumoti, yana boshqa joyda bank kartasi yoki naqd pul masalasi. Bu esa ayniqsa yoshi katta insonlar uchun juda og'ir edi. Hozir esa ko'p jarayonlar elektron tizim orqali tekshirilmoqda. Pensiya jamg'armasi, bank, soliq, kadastr, fuqarolik holati, ish staji bo'yicha ma'lumotlar bosqichma-bosqich raqamli bazalar orqali solishtiriladi. Bu yaxshi tomoni bilan tezlik beradi, ortiqcha qog'ozbozlik kamayadi, lekin muhim tomoni shundaki, bazadagi xato ham pensiyaga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, ish staji noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, familiya yoki tug'ilgan sana bazada boshqacha yozilgan bo'lsa, plastik karta faol bo'lmasa, telefon raqami eski bo'lsa, pensioner pulini vaqtida ola olmay qolishi mumkin. Men shuni alohida aytaman. Pensiya masalasida o'zi hal bo'lib ketadi deb yurish noto'g'ri. Endi har bir pensioner yoki uning farzandlari ma'lumotlarni tekshirib turishi kerak. Chunki pensiya bu oddiy yordam emas, bu insonning ko'p yillik mehnati evaziga beriladigan qonuniy haqqi. Uni o'z vaqtida va to'liq olish uchun hujjatlar, bank rekvizitlari va shaxsiy ma'lumotlar to'g'ri bo'lishi zarur. Birinchi navbatda pensiyani bank kartasi orqali olayotganlar diqqatli bo'lishi kerak. Hozir ko'p pensionerlar pensiyasini kartaga oladi. Bu qulay, pul tushgan zahot do'konda to'lash mumkin. Bankomatdan yechish mumkin. Farzandlar masofadan yordam berishi mumkin. Lekin kartaning muddati tugagan bo'lsa, karta bloklangan bo'lsa yoki bankdagi ma'lumotlar eskirgan bo'lsa, pul tushishida muammo paydo bo'ladi. Masalan, Toshkent viloyatida yashovchi bir pensioner onaxonning kartasi muddati tugagan. U kishi buni sezmagan, chunki oldin naqd pul olib yurgan, keyin kartaga o'tgan. Pensiya kuni kelganda pul tushmagandek ko'ringan. Aslida mablag' hisobga yo'naltirilgan, lekin karta ishlamagani uchun onaxon bankomatdan yecholmagan. Farzandi bankka borib tekshirgandan keyin yangi karta chiqarilgan. Natijada bir necha kun asabiylashish, navbat kutish, yo'l haqi va ortiqcha ovoragarchilik bo'lgan. Bunday holatning oldini olish uchun kartaning amal qilish muddatini hozir tekshiring. Ikkinchi toifa pensiyasini naqd pul shaklida oladiganlar. Ayrim joylarda pensiya pochta yoki boshqa to'lov tizimlari orqali naqd beriladi. Bu ayniqsa qishloqlarda bankomat uzoq bo'lgan hududlarda uchraydi. Bu yerda muammo shundaki, pensioner uyda bo'lmasa, hujjati yonida bo'lmasa yoki ro'yxatdagi manzil bilan yashayotgan manzili farq qilsa, to'lov kechikishi mumkin. Men tavsiya qilaman, agar siz manzilingizni o'zgartirgan bo'lsangiz, vaqtincha boshqa farzandingiznikida yashayotgan bo'lsangiz, bu haqda tegishli pensiya bo'limi yoki to'lov tashkilotiga oldindan xabar bering. Uchinchi toifa ishlashda davom etayotgan pensionerlar. Ko'pchilik pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Kimdir qorovul bo'ladi, kimdir o'qituvchilikni davom ettiradi, kimdir yarim stavkada ishlaydi, kimdir tadbirkorlik qiladi. Bu yerda muhim savol tug'iladi. Ish haqi, ijtimoiy soliq, mehnat shartnomasi va pensiya miqdoriga ta'sir qiladigan holatlar bormi? Har bir holat alohida ko'riladi. Ba'zi qo'shimcha to'lovlar, ustamalar yoki imtiyozlar turiga qarab farq qilishi mumkin. Shuning uchun men ishlayotgan pensionerlarga shuni maslahat beraman. Ish joyingizda rasmiy mehnat shartnomangiz bormi? Ijtimoiy to'lovlar to'g'ri ko'rsatilyaptimi? Pensiya bo'limida sizning ishlayotganingiz haqidagi ma'lumot to'g'ri aks etganmi? Tekshirib qo'ying. To'rtinchi toifa ish staji bo'yicha shubha qilayotganlar. Ko'p pensionerlar men 35 yil ishlaganman, lekin pensiyam nega kam deb so'rashadi. Buning sababi har doim ham adolatsizlik emas. Ba'zan ish stajining ayrim yillari arxivda topilmagan bo'ladi. Ba'zan korxona yopilib ketgan,
ma'lumotlar to'liq topshirilmagan bo'ladi. Ba'zan mehnat daftarchasida muhr xira, sana noto'g'ri yoki yozuv tushunarsiz bo'ladi. Bunday vaziyatda pensiya hisoblashda faqat tasdiqlangan davrlar olinadi. Demak, agar sizda eski ish joylari bo'yicha hujjatlar bo'lsa, ularni saqlang, nusxa qildiring. Kerak bo'lsa arxivdan ma'lumotnoma oling. Keling, oddiy misol qilamiz. Bir odam 1970 yildan 2005 yilgacha turli joylarda ishlagan. Umumiy hisobda 35 yil deydi. Lekin pensiya hisobida 3000 yil ko'ringan. Nega? Chunki 5 yil ishlagan eski korxona hujjatlari bazaga kiritilmagan yoki arxiv tasdiqlamagan. Agar o'sha 5 yil tasdiqlansa, pensiya miqdori qayta ko'rilishi mumkin. Albatta, bu hamma holatda katta farq beradi degani emas. Lekin ba'zan oyga sezilarli qo'shimcha chiqishi mumkin. Bir oyda 100 ming so'm farq bo'lsa ham, bir yilda 1 million 200 ming so'm bo'ladi. Pensioner uchun bu dori-darmon, kommunal to'lov yoki oziq-ovqat pulidir. 5-toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, nogironlik pensiyasi yoki ijtimoiy nafaqa olayotganlar. Bu to'lovlar ham nazorat talab qiladi. Masalan, bola o'qishda davom etayotgan bo'lsa, kunduzgi ta'lim haqidagi ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Nogironlik guruhi bo'yicha muddat belgilangan bo'lsa, qayta ko'rikdan o'tish sanasi muhim. Agar vaqtida tekshiruvdan o'tilmasa yoki ma'lumot tizimga tushmasa, to'lov vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Shuning uchun hujjatlarning muddati va talablarini oldindan bilish kerak. Birinchi nozik jihat. Pensiya miqdori hamma uchun bir xil oshmaydi. Odamlar ko'pincha falon foiz oshdi. Demak, mening pensiyam ham aynan shuncha ko'payishi kerak deb o'ylaydi. Ammo amalda pensiya tarkibi turlicha bo'ladi. Kimdadir asosiy pensiya bor, kimdadir ustama bor, kimdadir qo'shimcha to'lov bor, kimdadir imtiyozli hisoblash bor. Ba'zi oshirishlar minimal miqdorlarga ta'sir qiladi. Ba'zilar barcha pensiyalarga qo'llanadi. Ba'zilar esa ma'lum toifalarga tegishli bo'ladi. Shuning uchun pensiyangiz nega aynan shuncha tushganini bilish uchun umumiy gaplarga emas, o'zingizning shaxsiy pensiya hisob-kitobingizga qarash kerak. Ikkinchi nozik jihat. Bank kartasiga kelgan pulni begonalarga ishonib topshirmang. Hozir firibgarlar ko'paygan. Ular telefon qilib, pensiyangiz oshiriladi, kartangizni yangilash kerak, kod keldi, ayting, kompensatsiya olasiz deb aldashi mumkin. Men qat'iy aytaman, hech qachon SMS kodni, karta raqami bilan birga amal qilish muddatini, karta orqasidagi maxfiy raqamni, bank ilovasining parolini hech kimga aytmang. Pensiya jamg'armasi xodimi ham, bank xodimi ham sizdan telefon orqali SMS kod so'ramasligi kerak. Agar kimdir so'rasa, bu xavfli belgi. Hayotiy misol. Bir otaxonga telefon qilishadi. Sizga pensiya qo'shimchasi chiqdi, kartangizga o'tkazamiz. Hozir kelgan kodni ayting deyshadi. Otaxon ishonib kodni aytadi. Bir necha daqiqa ichida kartadagi pul yechib olinadi. Keyin bankka boradi, militsiyaga murojaat qiladi. Lekin pulni qaytarish qiyin bo'ladi. Bunday holatda eng yaxshi himoya bu oldindan ehtiyotkorlik. Farzandlar ham ota-onasiga tushuntirsin. Telefon qilgan odam qanchalik muloyim gapirmasin, kod aytilmaydi. Uchinchi nozik jihat. Boshqa odam nomidan pensiya olish masalasi. Ba'zan pensioner kasal bo'ladi, yura olmaydi, ko'zi yaxshi ko'rmaydi yoki uzoq joyga bora olmaydi. Farzandi yoki qarindoshi uning pensiyasini olib kelmoqchi bo'ladi. Bunda oddiy og'zaki kelishuv yetarli bo'lmasligi mumkin. Bank yoki to'lov tashkiloti ishonchnoma talab qilishi mumkin. Ishonchnoma notarial tartibda rasmiylashtiriladi yoki qonunda belgilangan ayrim holatlarda boshqa tartib bo'lishi mumkin. Muhimi, hujjatsiz birovning pulini olishga urinish muammo keltiradi. Shuning uchun kasal yoki harakatlanishi qiyin pensionerlar uchun oldindan qonuniy vakillik masalasini hal qilib qo'yish kerak. 4-nozik jihat. Pensiya olayotgan shaxs vafot etgandan keyingi to'lovlar. Bu juda nozik, lekin aytilish kerak bo'lgan mavzu. Agar pensioner vafot etsa, uning nomiga keyingi oylar uchun tushgan pulni oila a'zolari o'zicha ishlatib yubormasligi kerak. Chunki bu keyin ortiqcha to'lov sifatida qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Vafot holati tegishli organlar orqali qayd etiladi. Lekin amalda tizimlar orasidagi ma'lumot almashinuvida vaqt ketishi mumkin. Shu sababli yaqinlar qonuniy tartibni so'rab, masalani ochiq hal qilgani ma'qul. Dafn nafaqasi yoki boshqa qonuniy to'lovlar bo'lsa, ular bo'yicha alohida murojaat qilinadi. 5-nozik jihat, yashash joyi va ro'yxat masalasi. Ayrim pensionerlar bir viloyatda ro'yxatda, boshqa viloyatda farzandi bilan yashaydi. Odatda bu kundalik hayotda muammo bo'lmasligi mumkin.
lekin to'lov, hujjat, tekshiruv, sanatoriy yo'llanmasi, ijtimoiy yordam yoki boshqa xizmatlarda savollar tug'ilishi mumkin. Shuning uchun doimiy yashash manzilingiz, telefon raqamingiz va bank ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsin. 6. Nozik jihat. Kommunal to'lov, dori-darmon, ijtimoiy yordam kabi qo'shimcha imtiyozlarni pensiya bilan adashtirmang. Pensiya alohida to'lov, ijtimoiy yordam alohida masala. Ba'zi pensionerlar qo'shimcha pul chiqishi kerak edi, pensiyamga qo'shilmadi deydi. Ehtimol u yordam boshqa tashkilot orqali boshqa mezon asosida beriladi. Masalan, kam ta'minlangan oila sifatida kiritilish, nogironlik guruhi, yolg'iz pensioner maqomi yoki mahalla tavsiyasi kerak bo'lishi mumkin. Har bir to'lovning o'z tartibi bor. Birinchi qadam. Pensiya tushadigan kartangizni tekshiring. Kartaning amal qilish muddati tugamaganmi? Karta bloklanmaganmi? PIN kodni bilasizmi? Bank ilovasi ishlayaptimi? Telefon raqamingiz o'sha kartaga ulanganmi? Agar kartaning muddati tugashiga yaqin qolgan bo'lsa, banka boring va yangisini oldindan rasmiylashtiring. Pensiya kuni kelganda navbatda turib qolmang. Ikkinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi bo'yicha hujjatlar, nogironlik ma'lumotnomasi, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar, bank rekvizitlari alohida papkada tursin. Farzandlaringizga ham qayerda turganini aytib qo'ying. Hujjat yo'qolsa tiklashga vaqt ketadi. 3-qadam. Pensiya miqdori bo'yicha shubhangiz bo'lsa, yozma murojaat qiling. Faqat og'zaki nega kam deb so'rash yetarli emas. Siz tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, pensiyangiz qanday hisoblanganini tushuntirib berishini so'rashingiz mumkin. Murojaatda ismingiz, familiyangiz, tug'ilgan sanangiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya turi va savolingiz aniq yozilsin. Masalan, mening ish stajim 35 yil bo'lishi kerak, lekin pensiya hisobida necha yil olinganini bilmoqchiman. Hisob kitobni tushuntirib berishingizni so'rayman. Shunda masala aniq ko'riladi. 4-qadam. Eski ish joylaringizni yodga oling. Qaysi yillarda qayerda ishlagansiz? Korxona nomi nima edi? U hozir bormi yoki yopilganmi? Mehnat daftarchasida yozuv bormi? Agar ayrim yillar pensiyaga kiritilmagan deb o'ylasangiz, arxivga murojaat qilish kerak bo'lishi mumkin. Arxivdan ishga qabul qilinganlik, ishdan bo'shaganlik, lavozim va ish haqi haqida ma'lumotnoma olinadi. Bu jarayon vaqt oladi, lekin natija berishi mumkin. 5-qadam. Telefon firibgarlaridan ehtiyot bo'ling. Oilangizda qoidani belgilab qo'ying. SMS kod hech kimga aytilmaydi. Karta rasmi hech kimga yuborilmaydi. Pensiya oshiramiz degan notanish havolaga bosilmaydi. Telegram yoki WhatsApp orqali kelgan shubhali fayl ochilmaydi. Agar kimdir o'zini bank, pensiya bo'limi yoki davlat xodimi deb tanishtirsa, suhbatni to'xtating va rasmiy raqamga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. 6-qadam. Agar pensioner yura olmasa, vakillik hujjatini oldindan tayyorlang. Notariusga murojaat qilib, ishonchnoma rasmiylashtirish tartibini so'rang. Agar pensioner kasalxonada bo'lsa yoki uyidan chiqa olmasa, bunday holatlar uchun qanday imkoniyatlar borligini aniqlang. Hujjat qonuniy bo'lsa, farzandlar ham, bank ham, to'lov tashkiloti ham qiynalmaydi. 7-qadam. Pensiya har oy tushganini yozib boring. Oddiy daftar tuting. Qaysi sanada qancha tushdi, qancha yechildi, qaysi xarajatga ketdi. Bu ayniqsa yoshi katta insonlar uchun foydali. Ba'zan odam pul tushmagan deb o'ylaydi. Aslida do'konda karta orqali to'lagan bo'ladi. Yoki aksincha kutilganidan kam tushsa, daftardagi yozuv orqali tez aniqlash mumkin. 8-qadam. Farzandlar ota-onasining pensiyasini hurmat qilsin. Men buni ekspert sifatida ham, inson sifatida ham aytaman. Pensionerning puli uning o'z haqqi. Farzandlar yordam berishi mumkin, banka olib borishi mumkin, ilovani sozlab berishi mumkin. Lekin pensionerning roziligisiz pulini ishlatish to'g'ri emas. Oilada ochiq kelishuv bo'lsin. Dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lov, qarz va boshqa xarajatlar aniq yozib borilsin. 9-qadam. Rasmiy manbalardan foydalaning. Pensiya bo'yicha eng to'g'ri ma'lumotni tegishli davlat idoralari, pensiya jamg'armasi bo'limlari, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali. Bankning rasmiy aloqa markazi va mahalliy hokimlik yoki mahalla orqali tekshirish mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalma pensiyaga falon pul beriladi degan xabarlarga darrov ishonmang. Avval rasmiy tasdiq bormi? Shuni ko'ring. 10-qadam. Agar pensiya kechiksa, vahimaga tushmang, lekin jim ham turmang. Avval bank kartangizni tekshiring.
keyin bankdan pul tushumi bo'yicha ma'lumot oling. Agar bankda muammo bo'lmasa, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Muammo hujjatda bo'lishi mumkin, tizimda bo'lishi mumkin, bank rekvizitida bo'lishi mumkin. Eng muhimi, muammoni aniqlash uchun bosqichma-bosqich harakat qiling. Endi kimlar ortiqcha xavotir olmaslik kerakligini ham aytaman. Agar sizning hujjatlaringiz joyida bo'lsa, pensiyangiz har oy muntazam tushayotgan bo'lsa, kartangiz ishlayotgan bo'lsa, telefon raqamingiz yangilangan bo'lsa, yashash manzilingizda muammo bo'lmasa, unda katta xavotirga o'rin yo'q. Lekin baribir yiliga kamida bir marta ma'lumotlarni tekshirtirib qo'yish foydali. Agar siz pensiyangiz miqdorini tushunsangiz, qayta hisoblash uchun yangi hujjatingiz bo'lmasa, ish stajingiz to'liq tasdiqlangan bo'lsa, unda har bir mish-mishga ishonib idora yurishingiz shart emas. Lekin sizga yangi hujjat topilsa, masalan eski korxonadan ish stajini tasdiqlovchi ma'lumotnoma chiqsa, unda albatta murojaat qiling. Chunki yangi tasdiqlangan ma'lumot ba'zi holatlarda pensiya qayta ko'rilishiga asos bo'lishi mumkin. Men yana bir narsani qattiq ta'kidlayman. Pensiya masalasida pul chiqarib beraman, staj qo'shib beraman, tanishishim bor, tezlashtirib beraman degan odamlardan ehtiyot bo'ling. Qonuniy asos bo'lmasa, hech kim sizga haqiqiy pensiya qo'shib bera olmaydi. Agar hujjat bo'lsa, siz o'zingiz ham rasmiy tartibda murojaat qila olasiz. Agar hujjat bo'lmasa, kimdir pul evaziga va'da berayotgan bo'lsa, bu sizni aldashga urinish bo'lishi mumkin. Masalan, bir pensionerga arxivsiz ham staj qo'shib beramiz deb pul so'rashadi. U odam ishonadi, pul beradi, keyin natija bor, pul qaytadi. Bunday holatda eng to'g'ri yo'l faqat rasmiy qabul, rasmiy ariza, rasmiy javob, og'zaki va'daga emas, hujjatga ishoning. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi eng muhim xulosa shuki, pensiya sizning qonuniy haqqingiz, uni vaqtida va to'liq olish uchun hujjatlar. Bank kartasi, ish staji va shaxsiy ma'lumotlar tartibli bo'lishi kerak. Hozirgi davrda tizimlar elektronlashmoqda, bu qulaylik beradi, lekin xato ma'lumot bo'lsa, muammo ham tez yuzaga chiqadi. Shuning uchun hozirdanoq kartangizni, hujjatlaringizni, telefon raqamingizni va pensiya hisobingizni tekshirib qo'ying. Agar sizda pensiya kechikishi, kam tushishi, staj hisoblanmasligi yoki bank kartasi bilan bog'liq savollar bo'lsa, izohlarda yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoni yaqinlaringizga yuboring, chunki bu ma'lumot har bir pensionerga kerak bo'lishi mumkin. Like bosing, kanalga obuna bo'ling va fikringizni kommentariyada qoldiring.